2 3. O'zbekistonda yangilik do'stlar, ko'ryapsizlar, 6 metrgacha bemalol 300 kilogacha yuklarni ko'tarib beradigan andijonlik ixtirochi akalarimizdan zo'r ixtiro bo'libdi ekan. Ko'ryapsizlar do'stlar, bemalol endi yuk tashish oson hamda qulay bo'lib ketdi do'stlar. Bularda do'stlar ko'ryapsizlar, bu 6 metrlik, xohlasangiz 5 metrlik bor, xohlasangiz 4 metrlik bor do'stlar. Bular 200 kilodan boshlab turib 300 kilogacha yuklarni bemalol ko'tarib beradigan bo'ladi. Eng asosiysi do'stlar, O'zbekiston bilan dastlabki va faqat kelishilgan holatda bo'ladi do'stlar. Buni xohlasangiz bog'dorchilar uchun ham ishlatsangiz ham bo'ladi. Agar mavod kerak bo'lsa, bunisini olib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa yana qaytadan joyi solib qo'ysangiz ham bo'laveradi do'stlar. Yoki bo'lmasa men tunikafonchi, addelchiman, tepada traviting boshqa ishlar qilaman deganlar uchun mana sizlarga yana bitta yechimi do'stlar. Ko'rishlar mumkin. Buni narxi 3 metrga chiqadi, 300 kilogacha yukni oladi. Narxi $600 ekan. $600 dan boshlab ag'i yuqorilab ketaveradi do'stlar. Bular narxi esa $500 dan boshlab ag'i yuqorilab ketaveradi, $700 gacha bo'ladi. Xohlasangiz do'stlar, Pina Block biznesi bor. Yevro qoliplari hamma komplekt bilan narxi $900. Undan tashqarida do'stlar qo'llanmasi bilan birgalikda bo'ladi. Xo'p, undan tashqarida hozirgi kunda rosa trendda bo'layotgan gazablokimiz bor. Bularning narxi keladigan bo'lsa $1,500. Ustonovga hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Ikkita qoliplar, reskasi, bachoga hamma yo'g'i. Buni ham qo'llanmalar bilan birgalikda beriladi do'stlar. Biz hozirgi kunda Andijonda turibmiz. Pastda ustakanamiz nomidan qoldiramiz. Bemalol aloqa qilib soqqani bosib olsangiz chiroyli narxlarda qilib berishadi.